Andijonliklar bo'lsa, mendan xafa bo'lmanglar. Ikkita andijonlik bola bir kuni qizlarga boribdi-da. Qizlarning boshlig'iga aytibdi: "Opa, ikkita eng zo'r qizingizni chaqiring. Aytgan pulingizni beramiz. Puldan vobshe muammo yo'q. Chotki dam olsak bo'ldi. Faqat bitta shartimiz bor" debdi. "Qanaqa?" desa, "Faqat anjonchasiga qilamiz" debdi. Ana qizlarning boshlig'i ham hayron bo'lib, ikkita qizini chaqiribdi-da. Ana ikkalasi puldan muammo yo'q deyapti. Aytgan pulingizni beraman deyapti. Faqat anjonchasiga qilaman deyapti. "Sen anjonchani ko'rganmisan? Qanaqa bo'ladi?" debdi. Bittasi aytibdi: "Yo'q, men ko'rmaganman" debdi. Ikkinchisidan so'rabdi: "Sen ko'rganmisan?" desa, "Yo'q, men ham ko'rmaganman" debdi. Ko'rmagan bo'lsalaring bir ko'rasizlar-da" deb kirgizib yuboribdi. Kirib bolalar damini olibdi, sekin chiqib uyiga ketibdi bolalar. Ana qizlari boshlig'i yugurib kelib qizlariga qarab: "Ha, qanaqa bo'lar ekan anjoncha? Yaxshimikan? Qanaqa ekan?" desa, hamma qatori bir xil bo'lar ekan, prosta pulini 1-2 haftadan keyin berar ekan" degan ekan.